Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun 2023-yil 12-oyda ishlab chiqarilgan oppoq atigi 1700-1800 km masofani bosib o'tgan zavodskiy propanlik Hyundai Porter'ni ko'rib o'tamiz. Mashina afsuski ancha ichkariga parkovka qilinganligi tufayli tashqi qismini mana shu holatdagina ko'ra olamiz. Xo'p, mashinaning tashqi qismi yaxshi holatda, avariya bo'lmagan, but-butun mashina. Hop, orqa qismini ko'rsatib o'tamiz. Bortini ko'rib turganingizdek top-toza, deyarli yuk yuklanmagan. Holatini videoni o'zi gapirsin. Mashinaning tag qismlarini ko'rsataman. Balonlarining ko'rinishi, balonlar yaxshi holatda, almashtirishga hojat yo'q. Mashinaning tag qismlari ham top-toza holatda. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Atmosferaga necha? Hop, ishga qaytamiz. Mana bu qismi bortga chiqishligini qulay bo'lishligi uchun ishlab chiqilgan. Gulshitirlari ham juda ham yaxshi holatda. Balonlari. Mashina salon qismiga o'tamiz. Undan oldin men berkasini ko'rsatib o'taman. 2023-yil 12-oy. Salon qismi toza holatda, chizilgan joylari yo'q. Salonni videoda o'zingiz ko'rib olishligingiz mumkin. Ana bismillah. Hop, ichki funksiyalari. Avtomatik ochilib yopiladigan bokovoylar. Hop, keyin sidenasi isiydi, rollar isiydi, klimat kontrollari bor. Mexanika Euro 6 va zavoddan berilgan narsalar joyida turibdi. Mana ko'rishligingiz mumkin. Keyin mana orqada mana bu narsalar hammasi joyida. Salon qismini ko'rsatib o'tdim. Unga mana shu mashina qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishligingiz mumkin. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Mashina narxiga keladigan bo'lsak, O'zbekistonga $14,800 ga 30 kundan 45 kun davomida yetkazib beramiz.